Assalomu obunachilar. Bugunga egizakchi deysizmi, bo'g'oz deysizmi, qo'zi deysizmi, hammasini bonus narxlarga qo'yib beraman. Obunachilar aybimni yuvish uchun ko'rinmay qoldim kanalda. Kanalda ko'rinmay qoldingiz, qo'ylar sonini ko'paytirdim deb chiqib narxni ham ko'paytira olmaysizmi? Narxini navorot arzon qilib beraman Faxriddin. Bo'lmasa videoni boshladingmi? Yaxshi qo'ylar keldi. Videoni boshladik Faxriddin. Bo'pti mana. Videoni boshidan qo'llab-quvvatlab, like-ni bosib, shu kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Assalomu alaykum. Optim qo'ylar kanalining ashaddiy obunachilar, hurmatli obunachilar, bo'lmasa biz birinchi partiyasiga toza liniyalik afg'on arashan qo'zi sovliqlarimizdan yetib keldi mana. Xudo xolasa obunachilar, bu kimni qo'rasidan desalaring, arzon qilib chiqarib, tez sotayotgan Abbosxon akamizni qo'rasidan. Keling Faxriddin. Abbosxon. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kanalda ko'rinmay qoldingiz-a? Ha, endi boshladik. Aybni uyish uchun xudo xolasa qo'ylarni ko'paytirib sonini. Arzon qilib qo'zini soni bir 7 dona bor hozir. Qo'ydi soni ko'payib deb narxni ham ko'paytira olmaysizmi chiqib? Yo'q, narxini naborot tushirib beramiz Faxriddin. Naborot. Xudo xolasa bunga hammasi yosh qo'ylar chiqadi. Yosh qo'ylar Qirg'izistonda toza qo'ylar chiqadi. Hammasi naqd bo'g'oz, lapillab qo'ygan yelini ham. Bo'lmasa hurmatli obunachilar mana. Bitta ushlab ko'rsatasizlar-a. Bir boshdan mana. Bir boshdan mana. Buni qo'ydi Faxriddin bozorga solsa ham 10 million tevasida olishadi. Mana hurmatli obunachilar, afg'onga gibrid bo'lgan toza arashan qo'y mana. Mana quloqlarini qarang. Quloqlarini qaranglar hurmatli obunachilar. Garbanos, xudo xolasa quloqlari, dumbar arzizlari hamma yo'g'i kelgan. Qornini ham ko'ring, naq bo'g'oz. Mana seleksiya qilaman degan akalarimizga tavsiyani qilib qolamiz. Mana bo'g'ozligi ham bunaqa ekan. Yosh qanaqa ekan bir realniy tishini ochib ko'rsatingchi. Yosh qo'zi Faxriddin hali. Tish yormagan qo'zi ekan hurmatli obunachilar mana. Yo'g'onligini qarang. Lekin yoshiga nisbatan qo'y gabariti ancha katta hurmatli obunachilar mana. Ko'rishlar mumkin. Bu egizak tug'ib bersa endi Allohning aligisi ne'mati buni bilmaymiz-da nima tug'ishi. Ha, to'g'ri. Bo'g'ozligi aniq, choylikda o'tgan. Egizak tug'ib bersa o'zlariga yaxshi 3 dona qo'y bo'ladi. Orqasi ham lekin keng ekan. Bo'lishi mumkin hurmatli obunachilar, egizak tug'ishi ham mumkin. Lekin bitta tug'sin, zo'r tug'sin bitta. Egiz tumorlarini ham ko'ring. Mana egiz tumorlari ham bor. Nargilarni ham sho'p ko'rsataylikchi bitta. Mana Faxriddin. Qo'ylar chorso'roq ekan-a. Odamni iplab bo'lmaydi, bitta bo'ydoq kuchi yetmaydi. Mana Faxriddin ham tish buni. bu ekchishga chiqargan ekan hurmatli obunachilar. Bo'g'ozligi buni 50 kellik, to'g'liq qo'yib bilmadik buni bo'g'ozni. Ha. Bo'g'ozni O'zlari berishdi lekin. bo'g'oz deb berishdi, uziy qilib olishaveradi. Agar mabodo qo'chqoringiz bo'lsa, qo'chqor qo'shib ham zo'r bola olsangiz bo'ladi mana. Mana bu. Bu ham ikki tish. Tish qani? Ikki tish bu ham. Bo'g'ozligi naq lekin hurmatli obunachilar. Bo'g'ozligi naq. To'nlariga ham alohida ahamiyat berasizlar hurmatli obunachilar. Quloqlari ham butun. Qo'yvaring hammasini bir yurishini ham ko'rsataylikchi, oyoq qo'llarini ham. Mana. Mana hurmatli obunachilar. Abbosxon boshida sanani aytish esdan chiqibdi. Bugungi sana bugun 23-yanvar, hafta kuniga juma hurmatli obunachilar. Juma kunda, ulug' kunda arzon qilib beramiz. Xudo xolasa bularni ham narxini arzon qilib chiqarasiz. Xudo xolasa obunachilarimiz hammasini bir tortorga olishadi mana. Bir tortorga olsin, narxini bomba qilib beraman. Bo'ldi mana. Abbosxon endi buni ko'p maqtagani bilan keragi yo'q. Narx qancha? Narxini Faxriddin 9 milliondan berishsin, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini qilib beraman. Yo 9 millioncha qimmatroq ama. Yo to'g'ri, 9 million tepasi ham bor. Tepasi ham bor-da, Faxriddin uchovini bir tortsin mana, qo'lda bering. 8 million 500 mingdan yetib boradi uylariga. Bor aka. Kamini ham qilib berasizmi? Kamini ham qilib beraman. Hammasini olsa, şeyda o'ting qani? Hammasini olsin, yana 200 ming so'mni o'tib berdim. 8 million 300 ming so'mdan hurmatli obunachilar mana. Ikkitish qo'zi qo'ylar. 2026-yildan bunaqa narx bo'lmagan. Xudo xolasa 2026-yilda rekord narxlar hurmatli obunachilar mana. Qo'ylarni qaranglar. Qo'zi ikkitish, ichida 4 kishi ham yo'q mana. Bo'lmasa ikkinchi partiyasiga qanaqasidan bor? Egizchini ikkala bolasi ham qo'chqor. Ona bola narxida qo'yasiz ama Ona bola narxida qo'yaman. Bo'lmasa boshladingmi? Boshladik. Bugun mana ikkinchi partiyasiga egizakchini zo'r, ikkala bolasi ham qo'chqor. Ikkala bolasi ham qo'chqor, toza simjon. Mana. Onasini olib kelingchi. 9 million. Narx qancha boshida aytamiz? Narx 9 million. 9 million so'm. Mana hurmatli obunachilar, 2026da hali bunaqa narx bo'lmagan. Bo'g'ozni ham 9 million deyishyapti. Bolasi oldida. Mana ikkita bolasi oldida, inasi yosh qanaqa? Realni ochib ko'rsataylik. Mana Faxriddin. Yo'q, qaramas, hali yosh. Mana. Mana 4 tish hurmat. 4 tish. 4 tish mana. Endi 4 tishga chiqibdi. Mana.
Qor bo'lishiga qaramasdan Videoni obunachilaringizga qilyapmiz mana. xizmatdan to'xtamaymiz, xudo xolosa. Arzondan chiqarib berib turamiz. Kommentariyani portlatib turishadi. Xudo xolasa Otamga mana rahmat shunaqa deb yozib arzon qo'yiladi, biz chiqarib turaveramiz mana. Toza simjun junni o'zi pulay deganlaridan. Qo'ydi onasini eti ham zo'r ekan, lekin mana ikkita bola boqishga qaramasdan. Yillarni ham ko'rsating. Sizlar o'shangda yilini ham ko'rsataylikchi. Qozonlari ham katta-da. Mana yilini ham qaranglar, hurmatli obunachilar. Bemalol Bemalol ikkita bolani xotirjam katta qilaveradi. Narxi 9 million so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi ketaveradi, lekin O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. mana. Vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. Unaqa narx yozda ham bo'lmaydi, taqdirda. Bitta yaxshi ona bolani qo'yda bo'ldi mana. Narxi nima deyapti, hurmatli obunachilar mana. Otangga rahmat deb yozib qo'ysin kommentariyangizga. Otangga rahmat desa, xudo xolasa, yanagi partiyalariga, yanagi videolarimizga xudo xolasa bundan ham arzonlarni olib kelasiz. Arzonlarni olib kelaman, xudo xolasa. Mana. Qo'llab-quvvatlab tursin. Qo'llab-quvvatlab, like-ni bosib, kommentariyani portlatib turasizlar, hurmatli obunachilar. Bo'lmasa biz mana shunaqa arzon qo'ylarni olib kelaveramiz. Shu kanalga obuna bo'lib, bittadan like qizartirib qo'yasizlar. Bo'lmasa biz partiyaga ham bir dona qo'zichoq zo'ridan bor, so'liq qo'zichoq. uni qarang, bonus narxda qo'yasiz. Bonus narxi qo'yib beraman. Hurmatli obunachilar, mana 3-partiyasiga mana sog'liqni lideridan mana hurmatli obunachilar, toza Arashan, sog'liq. Mana. Abbosxon buni necha oylik endi? Yosh oyligi. 3 oylikdan o'tgan Faxriddin. 3 oylikda o'tgan, bo'ylari agar qoz metr yo'q ekan, telefon qilsa o'lchab beraverasiz. Qiziq bo'lsa o'lchab beraman, bo'yi qiziq bo'lsa. Bo'yi qiziq bo'lsa o'lchab berilaveradi. Abbosxon buni endi narxini bonus narx qilib chiqarasizmi? Oxirgi partiya. Bonus chiqaraman. 3-partiya, oxirgi partiyaga bonus qilib beraman. Bu rost mana o'ti ham hashakka kirib qolgan, hurmatli obunachilar. Mana shundan chiqqan, to'yib chiqqan variant mana. Yuzlarga ham ahamiyat beraverasizlar mana. Numarazliklar hamma yo'g'i kelgan. Xudo xolasa qo'ydi, oyoq shpagetlari ham hamma yo'g'i zo'r. Uzoq yetilab bola olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz mana. Mana bu hurmatli obunachilar. Ozgina chorsiroq ekan qo'zma. Mana qo'zg'om chorsiroq ekan mana. Qochib ketyapti mana. O'sha video qilyapmiz. Abbosxon endi bu narx qancha? Bu narxi Bonus narx qilib chiqaraman deyapsiz. U 3,5 million 38 demaymiz biz. Qanchadan? Xo'p, qani? Buni 3,5 millionga 200 ming so'm o'tib beraman. 3 millionga qancha? 3,5 ming deyapsizmi? Ha, 3,5 ga. 33 danmi? Ha, 3 million 300 ming. Bo'l qo'yib yuborib turingchi. Yo, narxdan ozgina tushasiz, O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib berasiz ama. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib beraman, yana 100 mingni o'tib berdim. 32 danmi? 200 ming so'mga. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda bo'ladi. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holda. Bor aka bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirasizlar, bo'lmasa ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar.